Belgilangan to'ylar ham qoldi. O'ylayverib asablar ham soldi. Molga bersang molamaymi qoldi. Karam yana pul bo'lmay qoldi qizlar. 10 mingga to'rtta. Nasiyaga, klikka bo'lib to'lashga, cho'zib to'lashga umuman bermaslikka ham savdo qilamiz. Kelinglar. Qorin to'q qiladi, bosh og'rig'i yo'q qiladi, miyani peshlatadi, kellarni ishlatadi, odamda yashatiradi. Kelinglar. Karam tekin soqqani beradi sekin. 10 mingga to'rtta. Mana. Karamni shakilda topam. 2500 so'm. Nasiyaga, klikka bo'lib to'lashga, cho'zib to'lashga umuman bermaslikka savdo qilamiz. Sizga to'rtta beraymi, ikkita beraymi? Ha. Kettiring, Karamdan ko'pgina yettiring. Kelinglar. Kelinglar, Karam pishda narxi tushdi aloyiq. 10 mingga to'rtta Karam, 10 mingga to'rtta. Agar sizga to'xtang yana ikkita bonus qilib beraman, telefon qo'yasam. Anqa pullar bo'ldi, gap pulda emas, gap Karam gapini qanchalar. Keling, kecha uzib kelganmiz kecha. Karam avvalinglar, Karam pishda narxi tushdi. Shuncha harakat qilyapmiz. Taridan bloggerlar ham kommentariya yozadimi bizga? Yozadi. 10 mingga to'rtta aka. Nechta? Karam qilib ketdi. Egasi qilib ketdi dehqon aka. Yo'q, so'zda dehqon juda qilib qoldi-da. Keling. Yo'q, o'ram bonus aka sizga. Mana. Hozir aka. Keling do'st. 5 mingga ektaman. Kettiring Karamdan ko'pgina yettiring. Ya, yuraver. To'g'ri. Karam pishda bozor